Bugun biz ustoz Asayit Ko'chiyevni shu kutubxonalariga havas bilan keldik. Hozirgi uy-joy talash bo'lgan paytda bu narsani qilinishi ibrat. Hammani ham qo'ldan kelmaydigan ishda bu ibrat olgani, ibratni yoygani keldik. Ozmi ko'pmi mana shu yerda mana biz Yozyovon ijodkorlarining kitobi, mana ustozimiz Muhammad Rasul Kimsonboyev, qolganlari ham hammalari bir yaxshi niyat bilan mana duolar qilishadi ulug'larimiz. Shu yerga rivoj tilaymiz. Biz ham borib, Xudo xolasa shu narsalarda qilmoqchimiz endi. Iloyim mana shu kutubxona ko'p yillar shu yerdagi ma'rifat o'chog'i bo'lsin. Shu yerdagi mana shu barcha o'quvchilarga ibratxona bo'lsin. Mana shu Yozyovon kitobini qizim mamnuniyat bilan sizlarga topshiramiz. Shu yerdagilar ham Yozyovon haqida bilsa, biz Dehqonobod haqida ustoz orqali bilamiz, Urgut haqida. Mana qizim. Salomat bo'ling. So'z Muhammad Rasul Kimsonboyevga. Biz ustoz endi bu mana shu respublikadagi ilk mana shunaqa kutubxonalardan tashkil bo'lishi, o'z ota uyini jamoatchilik uchun kutubxona qilib topshirilishi bu hayratli ish. Haqiqatan ibratli ish. Bu bence dunyo bo'yicha ham birinchi bo'lsa kerak bunaqa narsa. Katta hayajonda biz kelib turibmiz, mana Yozyovondan 6 kishi Yozyovonlik ijodkorlarning kitoblaridan ham olib kelganmiz. Nimaga? Baholi qudrat mana o'zimiz yozgan kitoblardan men ham singlimizga topshiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Mana kitoblarimiz mana 3 ta kitob. Bu mana bu kitoblarning bittasi hali mashhur aktyorimiz Muhammad Salih Yusupov, Qo'chqor aka bo'lib tanilgan u. Bu haqida, bunisi mana O'zbekning ulug' hofizi Mamirjon Uzoqov haqida. Bu mana shu Buxorolik shoirimiz Sulaymon Shodiyevning kitobini men Yozyovonda chiqarganman. Men so'z boshi yozib o'zimning hisobimdan chiqarganman.